Do'stlar, xudo xolasa, bu yilning oxirgi kuni 31-dekabr sarhisob video bo'ladi molxonamizdan. Adashmayotgan bo'lsam 5,5 oylikka bordi buni qonundagi bola. O'zi shved 13,5 ga olingan. Bu 10 millionga olingan. O'zimizcha cho'rni piyosda deyapmiz, doktor kelib turib. Golishtayn friz deb ketdi buni. Kuniga 6 litr sut ichishyapti ikkalasi, 1,5 litrdan ertalab, 1,5 litrdan kech payt qilib. 2 kun oldin bunga ko'rishinglar mumkin, mana shu yerga qo'tir tushib qoldi. Nazi surkalyapti, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketadi. Molimizda sut berishlari kamaydi, o'zi chiqarishga yaqin bo'layotgani uchun 9 ta 10 taga tushib qoldi, do'stlar. Ratsion o'zgargan, ratsion kepay kunjara samon bo'lib qoldi. Beda ham yo'q, ideal ko'rim ham yo'q. Shu kepay kunjara samon berilyapti. Где-то 2,5 kilo ertalab, 2,5 kilo kech payt berilyapti kunjarani o'zi. Kepay bo'lsa 3 kilo ertalab, 3 kilo kech payt. O'shindagi yemlardan bularga ham tashlayapti, kepayni o'zini ham tashlab qo'yapman ba'zida. Moldan ko'ra вообще tez yeyishyapti, ko'p yeyishyapti. Mol bilan pashta teng tashlasam ham ikkalasiga boryapti, do'stlar. Holatlari 1 oy kasal bo'lib yurishdi bular. Gripp bo'lib, yo'tal bo'lib 1 oy yurishdi. Endi hozir o'zlariga kelib endi o'nalyapti, do'stlar. Molni nimasidagi yarani, orqa qo'ltig'ini tagidagi, oyog'ini tagidagi yarani ko'rsatganman. U sekin yaxshi bo'lishni boshladi. Mol ancha o'ziga kelib qoldi. Yeyishdan ham qaytdi, ancha yeyishlari yaxshi bo'lib qoldi, do'stlar. Shu kasal bo'lganda novvoschalar ancha qo'yib yubordi o'zini. Bu shved kelganda videosini ko'rgansizlar, qanaqa bir chiroyli novvos edi. Bitta qaytib qoldi, bu ham qaytib qoldi. Hozir umuman sutni to'xtatishni iloji yo'q, chunki sutni to'xtatsam bular kasal bo'lib ketishi mumkin. Shundan qo'rqyapman. Sut hozir bularga sal quvvat bo'lib turibdi. Gripplari yo'qolib, yo'tallari yo'qolib, endi o'ziga kelishdi, do'stlar. E'tibor beringlar bunga. Toza shved, german shved deb sotishgan, xudo xolasa. Qo'shnilar chiqib qolsa juda katta novvos bo'ladi. Bu bo'lsa Qashqa. Tonnani uradigan novvos bo'lib ketadi bu, xudo xolasa. Sementaldan qochgan. Smeshinni tug'adi, xudo xolasa bu. Martning o'rtasiga Alloh alam tug'sa kerak. Xudo xolasa o'sha paytlar mo'ljallab turibmiz. To'g'rimi, kampir? Tug'ib qoladimi? Yosh kattaroq mol, lekin oxirini ko'ringlar, yalab qo'ygan. Hech narsa qolmadi. Narsa berib ulgutib bo'lmayapti. Bular ham xuddi o'shanaqa. Yeyishlari o'ta zo'r, o'ta tez. Taylarni quruq ushlagan harakat qilyapmiz, lekin baribir qishki kunda qiyin bo'lyapti. Apelga sepyapmiz, u qilyapmiz, bu qilyapmiz. Yomon bo'lib ketyapti, shuning uchun orqalarini ko'rishlari mumkin, hali go'nglar yopishib ketgan. Iloji boricha harakat qilyapmiz, baribir eplab bo'lmayapti. Kichkina bo'zay olgandan mehnatidan qochmayman degan odam yaxshi mol olaverish kerak ekan. Ashi ikkala bo'zayda o'rniga bitta yaxshi mol berardi. Ashi
Bo'zaklar bo'lmaganda buni suti yana 6 litrga ko'payardi. Chunki kuniga 6 litr sut ichishyapti ikkalasi. 6 litr biz mahallada 8000 sotilyapti. Yog'li sut. 5,5 ming topshirilyapti. Agar ko'pgina topshirilsa, mahallaning o'zida 8000 sotilyapti. 6 litr qo'shilardi. Agar oddiy 5000 dan hisoblasangiz ham 30 ming pul qo'shilardi. Hozir 30 ming kelasiga ketyapti shunday sutning o'ziga. Bular bo'lmaganda shu 30 ming o'rtaga uyda hisobiga qolardi, yemiga, boshqa narsasiga ishlardi. Yana bitta xuddi shunaqa mol berardi. Mana shu ikkalasini puliga bundan ham yaxshisini berardi. 23 million pul bo'ladi, 23,5 million pul bo'ladi. Chunki 10 millionga ola olingan, 13,5 millionga sariq olinganda. Ikkita sog'im bo'lganda o'rtacha bir kunda 20 litr sut topshirasiz. Mana qaralmagan holi. Agar o'zidan kuniga 50 ming, 100 ming pul kelib turilganda bunga qarashni ko'rsatib qo'yardim men. Prosta hozir mablag' taraflama o'zinikini o'ziga urib olmayapti. Chunki unchalik ko'p sut qolmayapti sotgani. Masalan, kuniga 10 litr sut bersa, eng kami 5 mingdan sotasiz. Eng kami shunday sotib olsangiz ham 5 mingdan sut bo'ladi. 5 mingdan sotsangiz 50 ming so'm pul bo'ladi. 30 ming kuniga yegizsangiz mol 12 ta 13 taga chiqadi. Bu men o'ylab turibman 7 oygacha, 8 oygacha sog'ilaveradi molni. 8 oygacha sog'ilaveradi. Sal qishdan chiqib olsa, o'sha yanvar fevrallab qolsa, o'sha berish dadillanadi. Bir yilgi qilgan xatolarimizdan eng kattasi silyoz bosmaganimiz bo'ldi, do'stlar. Silyoz bosmaganimiz uchun mana bunaqa qimmat bo'lib ketganda olib bergimiz kelmayapti silyozni. O'shunda mollar jichcha qaytdi. To'g'risi, o'zlaring ham ko'rishlari mumkin. To'g'ri, o'sib, cho'zilib nima bo'lyapti, lekin etdan qaytdi mollar. Mol ham, novvoschalar ham xuddi shunaqa. Kelganda qanaqa edi, biqillab turadi bular. Lekin bularda bir nima tarafi oz edi. O'shini nisbatiga ham sizga arzonroqqa nima bo'lgan bo'ladi. 20 millionga masalan 19,5 ga mana uni olgan bo'lsak, bu hazlakam yemayapti. Hazlakam yemayapti. Shu 4 ta 5 ta novvoschani nimasini yeyapti. Yemini yeyapti mana shu. Bahor sari o'sha atrofda olaverish kerak ekan novvochalarni. Qishda qiyin ekan, do'stlar. Sababi tashqarida yurib, o'ynab, kulib, maza qilib yurishaveradi. Lekin qishda anaqa hamma yo'g'i bo'q bo'lib, yeb ichadi, tez kasal bo'lar ekan. Yeb icharni yaxshi qilib bersangiz ham, chicha sovuq o'tib qolsa ham tez kasal bo'lar ekan. Ko'ryapsizlar, hamma nimalarni derazalarni salafan bilan yopib qo'yganmiz. Kech paytlari yopib qo'yapmiz. Shunaqa do'stlar. Bir yilgi video, oxirgi video 2025-yildagi oxirgi video bu. Sizlar bilan Abdurahmon, Quvali bola. Charchamanglar, sog' salomat bo'linglar.